Shu yerda bir vaqtlar dengiz bo'lgan. Saksovul tuproqni ushlab turadi va sho'r, chang, bo'ronlarni kamaytiradi. Bu kichik daraxt, lekin ahamiyati juda katta. Har bir ekilgan daraxt tiklanish yo'lidagi qadam. Har bir ildiz barqarorlik ramzi. Har bir harakat ekotizim kelajagiga hissa. BMW uchun barqaror rivojlanish mas'uliyatli va ilg'or yondashuvning asosi. Biz bu qadriyatlarni O'zbekistonda ham davom ettiramiz. Очень приятно, что ваша компания подключилась к решению этой важной проблемы. Проблема действительно исключительно важная. Kompaniyamiz tashabbusi bilan bu hududda 105 mingta saksovul niholga keldi. Bu yerlarni tiklash, chang bo'ronlarni kamaytirish, tuproqni mustahkamlash va butun hududdagi ekologik vaziyatni yaxshilashga qaratilgan aniq qadam. Biz uchun BMW Global Branding mas'uliyat, uzoq muddatli fikrlash va kelajak haqida g'amxo'rlik kabi qadriyatlarni yetkazish muhim. Saksovul ekotizimda muhim rol o'ynaydi. Uning kuchli ildiz tizimi ko'chuvchi qumlarni ushlab, cho'llanishga qarshi tabiiy himoya vazifasini bajaradi. Bir kun kelib hayot bir vaqtlar dengiz bo'lgan joylarga yana qaytishi uchun.